Ho'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'sha oldingi safar insho ko'rgan edik. Vaqt haqida aynan. Ana endi bu safar sizlar bilan risala ko'ramiz, ya'ni xat ko'ramiz. Oldingi safar insho ko'rdik shu mavzuda. Ya'ni har hafta shu bir marta bir safar xat, bir safar insho ko'ramiz. Mana bu safar ikkinchisi xudo xolasa xat ko'ramiz. Mana xatni demak boshlayotganimizda ba'zida arablar bismillahir rohmanir rohim ham deb yozadi. Uni endi xohlasangiz yozsangiz bo'ladi. Lekin risala deb boshlasangiz ham hech narsa qilmaydi, zarar qilmaydi. Lekin rasmiy xatlarda baribir tabiiyki masalan risala deb yozib boshlanadi. Norasmiylarda baribir bismillahir rohmanir rohim deb ham boshlaydi. Ba'zi holatlarda rasmiylarga ham yoziladi. Xo'p, muhimi demak mana Sodiqi Ahmad kimga yozayotganingizni yozasiz. Xohlasangiz bu yerda ya'ni sana yoki email boshqalar qo'ysa bo'ladi. Uncha o'zi bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Bunaqangi narsalarda tortishib o'tirmasdan nomzodlar, o'quvchilar, talabalar ko'proq mana xatni mazmuniga e'tibor berish kerak. U nima deydi? Mana bu yoqda zo'r qilib emaildan tortib pochtagacha hamma danlilaringizni, uyingizni adreslarigacha yozsangiz ham, lekin mana bu rasvo bo'ladigan bo'lsa foydasi bo'lmaydi. Buni hech kim ko'rib o'tirmaydi. Muhimi ma'no mazmunga qaraladi. Demak, bu ham vaqt haqida deyarli. Demak ko'ramiz, qani diqqat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bab salom bilan boshlanadi. Indama qarrartu an aktuba hadhihi ar-risalata ilayka aradtu tawjiha an-nasihati laka kay tastafida min waqtika bishaklin afdala ba'da dirasatin tawilatin استمرت حوالي 10 أعوام. أنا endi bitta umumiy shaklda 10 avom deb yozilgan. Hatto xohlagan niqingizni ishlatsangiz bo'ladi. Muhimi to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Demak, salom berdi. Indama qarrartu, men qaror qilgan paytim, ana aktuba hadhihi risala, mana shu xatni yozishlikka qaror qilgan paytim, ilayka, kimga? Senga. Aradtu, xohladim. Tawjihan nasiha, senga demak maslahat yo'llash. Nasihaning ikkinchi ma'nosi maslahat. Har doim ham nasihat deb tarjima qilinmaydi. Ba'zi joylarda nasihat deb tarjima qilsangiz, bu o'sha kattalarga xos narsa bo'lib qoladi. Endi bizda masalan nasihatni ko'proq o'sha yosh katta odam, yosh kichkinaga yo'llangan qilib ko'proq ishlatiladi kontekstda. Buni maslahat deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Demak, aradtu tawjihan nasiha, senga maslahat berishlikni istadim. Laka, senga. Kay uchun degani. Tastafida, foyda olishing uchun, oldingi inshoyimizda ham keluvdi. Min vaqtika, istafada min bilan keladi. Bilib qo'yinglarki, ma min fi'lin illa va lahu huruful jar. Ya'ni hammasi ham emas, bor. Endi mana shunaqangi harfi jarlar bilan keladi. Bu boshqa tillarda ham bor bilsanglar. Demak, vaqtingdan qanday foyda olishing uchun men senga maslahat beraman. Qanday foyda olish? Bi shaklin afdal. Zo'r shaklda, afdal, ideal shaklda. Ba'da dirasatin tawilatin, uzoq o'qishdan keyin. Istamarrat, ya'ni uzoq o'qish qancha davom etdi? Havali 10 davom, 10 yil. Endi masalan 10 yil degan emas, xohlasangiz любой anaqani yozvorsiz bo'ladi. Muddatni bu yerda hech qanaqangi muddat belgilash shart emas. Ha huna, mana bu yerda amamana, bizning oldimizda utlatun sayfiyatun ro'i'a. Juda ham ro'i'a, great deydi, ro'i'a, ajoyib yozgi ta'til bor. Va alaynada bilasizlar, mana bitta fe'l tushib qolgan. Yajibu degan fe'l tushib qolgan. Mana shu yajibu degan fe'l. Va alayna, va biz qilishimiz kerak an naj'alaha, mashtiga ha albatta utlaga qaytadi, utlu sayfiyaga. Ya'ni biz o'sha yozgi ta'tilimizni qilishimiz kerak akthara mut'atan. Ya'ni ancha qiziqarli. Mana shuni aktharoni ancha deb yozasiz. Mut'a bu mumti'a masdari. Ya'ni interesting masdari. Ancha qiziqarli qilishimiz kerak, ya'ni yozgi ta'tilni li najma'a, nima qilishlik uchun? To'plashlik uchun. At-taqa, ya'ni energiyani. Allati faqadnaha, ya'ni qanday energiya? Biz yo'qotgan energiya. Biz nimada yo'qotdik energiyani? Fi talabil ilm, ilm talabida yo'qotgan energiyamizni. Ma'azalik, shu bilan birgalikda al-utlatu laysat ibaratan anit-tarwih faqat. Demak, shu bilan birgalikda ta'til degani laysat ibora, bu iborat emaski anit-tarwih faqat. Faqat dam olishlikdan iborat emas. Innama hiya, albatta u
fursa, shunday bir imkoniyatki, misaliya, ideal imkoniyat. Nima uchun ideal imkoniyat? Li isti'adatin nashatil badani wal aqli. Demak, nima uchun juda ham ideal fursat? Isti'ada degani o'zi ada fe'lidan ham olingan bu asli. Ada qaytmoq degani, isti'ada qaytarib olish. Li isti'adatin nashatil badani wal aqli. Aqli va badaniy faollikni qaytarib olishlik uchun ideal imkoniyat ekan. Demak, anaqa nima deydi? Yozgi ta'til. Huna bu yerda aqtarihu alayka, senga men maslahat beraman, an tuqassim degani bo'lisha, tanqasim bilan ajratib olinglar. Ko'pchilik mana shunaqa lozim fe'lni mutaaddiga, mutaaddi fe'lni lozim fe'lni o'rniga ishlatib qo'yadi, ya'ni o'timli fe'lni o'timsizga, o'timsiz fe'lni o'timliga ishlatib qo'yib xato qiladi. Shuning uchun shu joylarga ham e'tibor qilish kerak. Bu shu sizni ballingiz ko'tarilishi yoki tushishiga juda katta e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan masalada, ya'ni bitta ball o'ynab ketadi. Huna mana bu yerda aqtarihu alayk, senga men maslahat beraman, an tuqassima jami'a ayyamika, hamma kunlaringni bo'lishingni, taqsimlashingni ila aqsam, mashta f bo'lib qopti endi, tipografiya xato ketibdi. Ila aqsamin muxtalifatin, har xil qismlarga. Ya'ni nima har xil qismlar desa, minad dirosa mana. Aqsam muxtalifa. Mana ko'pchilikda mana xato, yana xatlarda, insholarda yoziladi. Mana bunaqa deydi, qarang. Mana shu joyida ham uslubiy xato bor, mana qarang. Agar bunaqa desangiz, huna aqtarihu alayka an tuqassima jami'a ayyamika ila aqsam muxtalifa deb nuqta qo'yib qo'ysiz, mana shu yerda muxtalifagacha. Mana shu xato. Nega desa, chunki arab tilida ochiqlanadi. Nima u? Aqsam muxtalifa, ya'ni har xil qismlar nima u? Buni ochiqlash kerak. Ochiqlash uchun mana min bilan beramiz. Minad dirosa, o'qish bo'lsin, mana bo'lishda-da. Riyo va riyoda, sport va rihlat, sayohatlar, val ijtima' ma'al asdiqo, yoki do'stlar bilan yig'ilish va g'ayri zalik, undan boshqalar. Mana shunaqa deb aytib qo'yish kerak. Mana aqsam muxtalifani sharhlab min bilan berib ketyapmiz. Buni sharhlamasangiz, siz uslubiy xato qilgan bo'lasiz. Ya'ni gaplaringiz o'sha mujmal shaklda tuzilgan bo'ladi. Ya'ni noaniq, obyektiv yondashuv. Ya'ni har xil, bir xil, mana umumiy gapda, uni ochiqlash kerak ozgina. Demak, idza kana hunaka, agar bu yerda bo'lsa, jadvalun yawmi muhaddad. Muhaddad degani belgilangan, chegara ma'nosida olingan. Had. Bizda sarhad deydi-ku, masalan, haddun. Ya'ni agar bu yerda chegaralangan kunlik jadval bo'lsa, chegaralangan emas, belgilangan siz chiroyli chiqadi. Belgilangan kunlik jadval bo'lsa, demak, sawfa tanjahu, siz muvaffaqiyatga erishasiz fi ada'i jami'i a'malika. Ya'ni hamma ishingizni bajarishlikda. Bi kulli ariyahiyya, to'liq, nima deydi, qulaylik bilan. Murih degani qulay degani-ku, masalan. Bi kulli ariyahiyya, bemalol degan ma'noda. Ko'pchilik unaqa deb yozadi buni ham. Bi kulli murih deydi. Ishlatmaylar baraka. Bi kullidan keyin har doim masdar keladi. Masalan, bi kulli mutmain demaysiz-ku. Masalan, xotirjam, ko'ngli xotirjam holatda bi kulli itminan bo'ladi. Bi kulli rohatil bal bo'ladi. Masdar berish kerak, masdar. Ya'ni bu yerga hech qachon murih yoki shunga o'xshash foillarni berish xato. Kun demak bo'l, mislat ta'ira. Mana shunaqa narsalar, ya'ni tashbihlar ham o'xshatish, ya'ni tashbihlar keltirish xatda yoki inshoda bu ham juda qo'l keladi. Kun mislat ta'ira allati tuhalliqu fil hawa hasaba xuttatin mahduda. Ana kun mislat ta'ira demak samolyot kabi bo'l. Qanday samolyot? Allati tuhalliq degani parvoz qiladi degani. Buni ko'pchilik bilmaydi. Toroda boshqacha varianti. Toro 3 ta bo'lsa, tuhalliqu parvoz qiladi degan. Ya'ni fil havo, havoda parvoz qilayotgan samolyotdek bo'l. Ya'ni qanday samolyot? Hasaba xutta mahduda, belgilangan reja asosida havoda parvoz qiladigan samolyotdek bo'l. Kullu shay'in, hamma narsa fi hadal alam, mana shu dunyoda lahu, unda bor, ya'ni hamma narsani miqdorun muayyan miqdor bor, va amalun xossun bihi, va o'zini xos ishi bor har bir narsani. O'zini qiladigan ishi bor. Va min baynihi al-bashar, va min baynihi da o'sha anaqaga qaytadi, mana shayga qaytadi hamma narsa. Ya'ni o'shalar orasida, ya'ni odamzodniki ham ishi bor. La shay'a, hech narsa yo'qki, yasiru, yuradi, duna hadafin huna. Huna ya'ni fil ard, yerda duna hadaf, maqsadsiz.
yuradigan hech narsa yo'q. Kullun minal kainatil hayya. Kullun min. Ya'ni koinatil hayya degani bu anaqa mavjudotlar deysiz. Hayya tirik degani. Hayya ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi ilon degani, ikkinchisi tiriklik degani. Kontekstdan ajratasiz buni. Demak, shuning uchun ham mana bitta narsa, bu yerda ham aytib ketish, ta'kidlashimiz joiz. Shu o'rinda ham tarjimada hech qachon shoshmanglar. Mana o'quvchilar ko'pchilik so'rab keladi, ustoz mana bu so'z nima, hayya nima, palon nima, piston nima desa, to'xta. Qani olib kelmang, kontekstni ko'rsating. Voy, mana man degan kuchli tarjimon ham u hech qachon men ko'rmaganman. Men o'zim shaxsan tajribamda ham ko'rmaganman bunaqangi narsani. Juda katta, voy, davlat miqyosidagi va hattoki kerak bo'lsa juda katta kitoblar, asarlarni tarjima qilgan ustozlardan ham biz so'raganimizda hech qachon mana bunaqa bo'ladi deb birdaniga javob etmaydi. Qani olib kel deydi, ko'radi, boshini o'qiydi, oxirini o'qiydi, keyin aytadi tarjimani. Chunki bu til degan narsa cheksiz, chegarasiz. Qanaqa ma'noda kelyapti, nima ma'noda kelyapti, u narsani ajratish uchun inson o'qib ko'rish kerak, boshini va oxirini, keyin aytadi tarjimasi. Shuning uchun mana bunaqangi so'zlar ham bor. Kontekstdan ajratilishi mumkin bo'lgan so'zlar. Kullu minal kainatil hayya, demak, barcha tirik mavjudotlar yushariku qatnashadi bi musahamatihi, o'zining demak hissalari bilan. Musahamat degani, misol uchun sizni deylik, hissangiz bor-ku, misol uchun uyingizda hissangiz bor. Misol uchun o'sha ham tozalaysiz, o'sha xizmatini qilasiz, to'y hasham bo'lsa siz yugurasiz, qanaqangidir yig'inlar bo'lsa siz yugurasiz. Ya'ni uyga sizni haqqingiz bor. Nima uchun? Chunki sizni u yerda hissangiz bor. Mehnatim singan deydi-yu, o'sha ma'noda. Ya'ni kullu minal kainatil hayya, barcha tirik mavjudotlar yushari qatnashadi bi musahamatihi, o'zini mehnati bilan siz ham bo'ladi. Endi bitta hissalari bilan fi ja'lil hayati, hayotni qilishlikda, ja'l making. O'sha ingliz tilida making nima deb ishlasa, make fe'li o'shanda ja'la ishlaydi. Demak, o'zini hissalari bilan barcha tirik mavjudotlar qatnashadi fi ja'lil hayat, hayotni qilishda aksaroroq. Yana ham nima? Rohatli, farog'atli qilishlikda o'z hissasini qo'shadi. Hamma naqalar mavjudotlar. Fi xulosati kalami, gapimning so'ngida mana xulosa qisqa bo'lish kerak, chunki bilasizlar, o'zi xatlar odatda 150 ta so'z ishtirokida bo'ladi. Uni xatchi uzun bo'lmaydi. Chunki xat deb qo'yibdi o'zining nomi bilan, u birpasda bir betga sig'adigan bo'lish kerak. 10 bet bo'lishi shart emas. Fi xulosati kalami, demak gapimning oxirida, mana ikki qator bo'ladi gapning oxiriga ham. Atamanna laka at-tawfiqa was-sadada fil amal. Atamanna laka, senga tilayman at-tawfiq, muvaffaqiyat, sadad degan to'g'rilik degani. Sadad, to'g'rilik, fil amal, ishda. Va as'alulloha ta'ala, va Alloh taolodan so'rayman, an yuvaffiqani, va menga, ya'ni muvaffaqiyat berishini, va iyyaka, va senga ham muvaffaqiyat berishini, ittiba hadhihi nasiha, mana shu maslahatga ergashishlikda. Shuncha maslahat qilgandan keyin Xudo o'zi seni unaqa qilib nima deydi, tavfiq bersin deydi-yu, o'sha ma'noda. Ala akmali vajh, qanday shaklda mana shu maslahatga ergashishligini, ya'ni to'liq shaklda. Kun fi riayatillahi va hifzihi, demak Xudoning o'sha panohida va uni o'sha nima anaqasida, nima deydi, hifz himoyasida bo'lgin deb xatni tugatilinadi va xohlasiz mana bu yerga sana qo'yasiz va xohlasiz bu yoqqa bundoq qilib qo'lingizni ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bugungisi shundan iborat edi, juda ham qisqa. Xat o'zi odatda qisqa bo'ladi. Nomzodlar ham xatni tez yozishi kerak o'zi aslida. Eng sizni imtihonga kirganingizda eng qiynalmay yozadigan narsangiz yozmada xat bo'lishi kerak. Agar o'shanaqa darajaga chiqsangiz, qiynalmaydigan darajada yozadigan nima deydi, bosqichga o'tadigan bo'lsangiz, xatni bu yoq oson bo'lib ketadi. Kim endi xatda qiynalsa, tabiiyki inshoda juda ham qattiq qiynaladi. Chunki insho unga qaraganda nisbatan qiyinroq bo'ladi. Va xatni tez tugatishni men bekorga aytmadim. Xatga kam vaqt ketadi, inshoga biroz ko'p vaqt ketadi. Agar ikkaloviga bir xil vaqt bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, aksar holatda, bu men to'liq aytmayman albatta, aksar holatda ulgurilmaslik holatlari kuzatiladi. Ya'ni insho chala bo'lib qoladi, chunki bu yoqda xatga ko'p vaqt ketib qolgan bo'ladi.
Endi tabiiyki bilasizlar xatda, chunki mana kirish qismlari ham bor-da, mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh indama qarrartu kitaba hadihi risala tawjih an-nasiha laka kay tastafid min waqtika bi shaklin afdal ba'da dirasa. Xullas ketadi mana bunaqa kirish qismlari, nimalar bor, o'zi o'rgatilinadi, ili formalarda bor, hamma biladi, yodlagan. O'sha kirish qismini yozsangiz o'zi bir 20 ta 25 ta kamida, bo'lmasa 30 ta so'z bo'ladi. Keyin xulosa qismini ham sanaydigan bo'lsangiz o'zi mana xulosa qismini ham sanaydigan bo'lsangiz bu ham bir chiqadi bir 30 tacha. 30 ta degani 60 ta degani. Ya'ni siz bu degani o'zingizdan 70 ta yoki 80 ta so'z qo'yishingiz kerak degani bu yog'ini. Qolgani yodlangan forma bo'ladi. O'sha o'rtani chiroyli darajada shakllantirib bersangiz, siz o'sha o'zingiz xohlagan balli bemalol olasiz. Faqat panika qilmasdan kamida shu xat chiqib olguncha 10 tami, 20 tami, 30 tami, nechtadiramdir xat yozish kerak xullas, har xil mavzularda. Keyin mana shunaqa xatni chiqib ketadi, yaxshi yozadigan bo'lib ketadi. Tag'in ham norasmiy xatlar bular. Rasmiy xat tushsa, вообще u prokuraturaga yoz, palonga yoz, pistonga yoz tushadi-yu, misolchi boshqa tillarda. Bu yoqda ko'p holatda norasmiy xat tushirilyaptimi? Shundan unumli foydalanish kerak. Imkoniyatlar juda ham yaxshi hozirgi kunda. Demak, va oxirida mana ismingizni ham yozib qo'yasiz va shu bilan xatni tugatsak bo'ladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, keyingi darsimizda Xudo xohlasa keyingi hafta insho ko'ramiz yana. Xayr, salomat bo'linglar.